Ko'proq suv iching, Keyman xonim. Men qayerdaman? Sizning holatingizda bu muhim. Holatingizda? Nima bo'ldi? Hozir savollarga yaxshisi siz javob berganingiz ma'qul. Balki nimalar bo'layotganini aytarsiz. Nimalar bo'lyapti? Yomon xulq-atvor. Men qurollanganman. Rasmiy kiyimdaman. Ertalabki soat 4 da arzon qahva. Bilmadim, Keyman xonim, ammo siz politsiyadasiz shekilli. Buni izlayapsizmi? Endi bu dalil. Hozircha Aksanaks bizda turadi. Nega men politsiyadaman? Biz buni muhokama qilganmiz, Keyman xonim, ammo negadir esdan chiqarib qo'yishingizni bilgandim. Nima bo'ldi, ayting. Ko'ramiz. Sizni kecha soat 2 da katta yo'lda o'z mashinangiz rulda o'chib qolgan holatda topishgan. Hushingiz o'zingizda bo'lmagan va toksikologik tahlil